Biz bugün 31 firmamızdan geldik O'zbekiston. Biz 31 ta kompaniyamiz bilan ko'rgazmada ishtirok etyapmiz. 16 tasi ichki kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, 15 tasi esa bolalar kiyimi yo'nalishida faoliyat yuritadi. Biz aynan shu guruhlarni bu yerga olib keldik va ularni barcha soha vakillari hamda mijozlar bilan uchrashtiryapmiz. Qiziqish yaxshi, mijozlar kela boshladi. Istanbulda Unitip kengashi raisi sifatida ham faoliyat yuritaman va aytishim kerakki, bugungi tadbir yurtingizdagi bu yo'nalishdagi ilk ko'rgazma bo'ldi. Kecha Toshkent bozorlarini aylanib chiqdik. Bozorlarda sifatli mahsulotlar ko'pligini ko'rdik va bu o'rganishlarimiz biz uchun juda samarali bo'ldi. Biz O'zbekiston bozoridan nima kutyapmiz? Aslida turk mahsulotlari bu yerda allaqachon mavjud, lekin biz hajmni yanada oshirishni istaymiz. Chunki mahsulotlarimiz dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida bor. Biz o'zbekistonlik iste'molchilarni yaxshi ko'ramiz. Faoliyatimizni kengaytirmoqchimiz. O'zbekiston bozorida taxminan 40% ga yaqin turk mahsulotlari bor. Biz bozorning ko'plab yo'nalishlarida faoliyat yurityapmiz va bundan juda mamnunmiz. Endigi maqsadimiz hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish. Tadbir 2 kun davom etadi. 3-kuni esa yana bozor va mijozlarimiz bilan uchrashuvlar o'tkazamiz.